Bugün doğum günüm müydü benim? Yorgunluktan tamamen aklımdan çıkmış. Black yana darsga kirmadi. Darslarga ham kirmayapti, lekin yotoqxonada ham emas. Nima qotdi bo'lmasam? Qizlar, yerda nimadir bor. Nima u? Sochga o'xshatdi. Yo. Ovozni sizlar ham eshitasizlarmi? Ha, elektrli nimalarga o'xshatdi. Tualetdan kirdi, davra qaraymiz. Men endi o'zimni kelajagimni ko'rolmayapman. Black nimaga sochlarini olib tashladi? Bu stil senga yarashmabdi. Seriozmi, Lisa? Black depressiyada. Shuning uchun sochini kesgan. Meni kasalligim bor, qizlar. Saraton kasalligi. Bizaga nimaga aytmading? Bekorga xavotir qilishga kerak yo'qdi. Qanaqa qilib xavotir qilishga kerak yo'qdi? Seni kasalliging va senga muhim emasmi? Biz o'ylayotgandik. Darslarga xohlamagan uchun kirmagan deb o'ylardinglar. Endi nima bo'ladi? Kasal bo'lganim uchun operatsiyaga kiraman. Birinchi ozgina dorilarni olaman, keyin operatsiyaga tayyor bo'lgan paytim operatsiya bo'laman. Xavflimi? Miyamdagi o'simta narsa olib tashlanadi. Senga ko'ra bu xavflimi yoki yo'qmi? Yotoqxonaga hech qaytib kelmaysanmi? Buni bilmayman, bunga doktor qaror qiladi. Yana savol bo'lgan. Roze, sen sog'ingan o'zlarda seni ko'rishga kelsa bo'ladimi? Ko'rish soatlarida kelsanglar bo'ladi. Tuzalasan, Black, kuchli qol. Ha, tuzalasan va gruppaga qaytib kelasan. Gruppaga qaytib kelmayman. Nima? Nimaga? Sizlarga ko'ra hali qo'lini ko'tarishga ham kuchi yetmaydigan bitta qizni K-pop memberi bo'lishiga kuchi yetadimi? Nimaga bo'lmasin, meni ham harakat kasalligim bor, lekin hali ham bitta gruppani a'zosiman. Bu unaqa narsa emas. O'zi ko'p vaqtdan beri darslarga kelmasdan kasalxonaga boraman. Ko'p narsani qoldirib ketdim. Nima bo'ladi hozir? Men siz davom etasizlar. Bir haftadan keyin Black operatsiyadan chiqdi. Hammamiz uni ko'rmoqchi edik. Blackning kasalligining o'tib ketganini va u hozir yaxshi bo'lganini aytgandi. Uyg'onish uchun hammamiz uni boshda kutdik. Black, davay uyg'on. Jenny, u seni eshitolmaydi. Balki ozgina eshitayotgandir. Komanda bo'lgan ba'zi odamlar ham hamma narsani eshitar ekan-ku. Menimcha Jenny haq. Balki bizani eshitayotgandir, lekin qimirlamayotgandir. Qizlar, Black komada emas. Katta operatsiyadan chiqdi. Roze qani? Magazindan suv olishga ketgandi. Ko'p odam bordi, kech qolishi mumkin degandi. U kelgunicha Blackni uyg'otmoqchi bo'laylik chaqirib. Jisoo sen ham bizga qo'shil. Uf, hop. Black. Rostdan ham uyg'ondi. Doktorga aytaylik. Balki bizdan nimadir xohlar. Roza kelgancha kutaylik, keyin aytamiz. Sizlar. Ha, biza. Sizlar. Ha, buni ayting, Black. Biza. Sizlar kimsizlar? Orqamdagi bitta qiz meni joyimdan oldi, urishib keldim. Nima bo'ldi? Roze, qaytib kelding. Black, uyg'ondingmi? Bitta joying og'riyaptimi? Roze, nimaga qaytib kelishing shuncha vaqt oldi? So'z berganding. Suv olishga ketdim faqat. Shuncha vaqt oldimi? Soat nechi? Qanaqa suv?
Necha oydir seni kelishini kutyapman. Yana bu qizlar kim? Bu yerda nimalar bo'lyapti? Biza bitta gaplashib olsa yaxshi bo'ladi. Qizlar nima bo'lyapti? Kimdir menga aytib bersin. Bilak xotirasini yo'qotibdi shekilli. Nima? Doktorga bu haqida aytsa yaxshi bo'ladi. Doktor bizga hech bunaqa narsa bo'lishi mumkinligini aytmagandi. Chunki saraton operatsiyasi bilan xotirasini yo'qotishning aloqasi yo'q. Mayli, hamma narsaga xo'p dedim, sizlarni emas, negadir meni eslab qoldi. Seni emas, yo'qotgan o'rtog'ini eslab qoldi. Uni sen deb o'yladi. Shuning uchun qaytib kelding deb xursand bo'ldi. Bo'lmasam nimaga meni Roze dedi? Ya'ni Blackni menga o'xshagan o'rtog'ini ismi ham Roze. Lekin bu qanaqa qilib bo'ladi? Roze deganda ishonchimiz komilmi? Ha, Roze dedi. Men ham eshitdim. Men hali ham tushunmayman, qanaqa qilib ismimiz bir xil bo'lishi mumkin? Hamma narsamiz bir xilda o'sha qiz bilan. Roze, seni rostakasam isming Chayam. Nargis, men esa Roze. Yana biz senga Roz deymiz. 4 ta ismim bor. Bu ismlar orasidan bittasi unda bo'lishi normalmi? Ko'p ismim bor. Hech ham normal emas. Millionta ismlar orasidan bitta nimaga manasman? Bu ishda bitta ish bor. Yana yuzimiz ham bir xil. Hattoki opam bilan ham shuncha o'xshamaymiz bir-birimizga. Nima qilamiz hozir? Birinchi bo'lib doktor bilan ko'rishaylik. Doktor bizga vaqtinchalik xotirasini yo'qotish bo'lib turadiganini aytdi. Hali endi operatsiyadan chiqqani uchun va psixologiyasi yaxshi bo'lishi uchun unga rostakasini aytmaslikka qaror qildik. Qanaqasiga? Men xotiramni yo'qotdim va biz hozir 2015 yilidamiz. Va men muhim bitta operatsiyaga kirdim. To'g'rimi? Ha. Sen oxiri qaytib kelmaganingdan mashhur bo'lishdan vojiga stajyerlikka kirib mashhur bo'lmoqchi. Sen qachon qaytib kelding? Badaningdagi dog'lar ham ketibdi. Black ularni qo'ydi, undan ko'ra o'rtoqlarim bilan tanish. Meni tashqarida sen o'rtoqlaring bormidi? Ular faqatgina mening yaqin o'rtoqlarim emas, sen ham o'rtog'ing. Bu Jisu, bu Lisa, bu Jenny. Meni qo'limga nima bo'ldi, Roze? Sen yotoqxonada bo'lganingda yong'in chiqdi, keyin qo'ling yondi va shunaqa his qildi. Bular 9-qismda bo'lgandi. Xotirani yo'qotganing uchun eslamayapsan. Bu yerdan qachon chiqaman? Hozircha xavfsizlik uchun shu yerda qolishing kerak ekan. Biz seni orada ko'rishga kelamiz, xo'pmi? Ya'ni shunda debyut qiladigan yilimiz 2016 bo'ldi-ya. Ha, chunki geografiyalar va so'zlar hamma narsani almashtirishdi Black gruppadan chiqqani uchun. Lekin Blackning operatsiyasi yaxshi o'tdi va kasallikdan qutuldi. Gruppaga 100% hech kelmaydimi? Operatsiya yaxshi o'tdi, lekin hali ham xavf bor. Shuning uchun kasalxonada qoladi va doktorlarning yonida qolishi kerak ekan. Yana Black xotirasini yarmini yo'qotdi. YG endi Black uchun hech qachon debyut yilini kechiktirmaydi. Uni buni qo'yiladi, yangi yil yaqinlashyapti-ku, yangi yilga kirgan paytimiz Blackga bitta surpriz qilsam ekan. Blackning o'zi seni ko'rishi uning uchun katta bitta sovg'a bo'ldi. U kishi sen bo'lmasang ham. O'zi dekabrning oxirida shular yozib olamiz. Yana kechqurun bizani hech kim kasalxonaga olmaydi. Biz ham unga 1-yanvarda surpriz qilaylik. Qanaqa surpriz haqida gapiryapsan? Ob-havoga ko'ra 1-yanvarda qor yog'ar ekan. Orqasidan yomg'ir. Agar ko'chada bitta surpriz bo'lmasa, problema emas. Yo'q, ko'chada emas. 1-yanvar kuni darsdan keyin ko'chaga chiqaylik va unga sovg'asini beraylik. Qanaqa sovg'a bo'ladi bu? Ashula. Uning uchun bitta ashula yozdik.
Folbin Black gruppadan chiqdi. Bizga familiyasini hech aytmagandi. Ustidan kulamiz deb o'ylagan bo'lsa kerak. Blackni qabrini ko'rib kelishni odat qilgandik. U bilan gaplashar, bugun nima bo'lganini aytib berardik. Black, seni sog'indik. Senga yangi yil uchun yozgan ishlarimizni sen hayotda bo'lganda aytolmadik, lekin hozir senga yozgan stay ashlarimizni aytib bermoqchimiz. 1 2 3 Black, gruppamizning ismi nima bo'ldi bilasanmi? Blackpink. Buni qilish uchun YG'ni ko'ndirish ozgina qiyin bo'ldi, lekin bo'ldi. Shunda gruppadan hech qachon chiqib ketmaganini tushunamiz. Yana seni tashlab ketgan o'rtog'ingni seni topish qulayroq bo'ladi. Ertaga birinchi qo'shimimiz bombayoq chiqadi. Rosa hayajonlimiz. Senga ham xabar bergimiz keldi, Black. Qizlar yomg'ir yog'adi shekilli. Zontikimiz yo'q, tezroq ketaylik. Kasal bo'lsa YG bizani rasvo qiladi. Qaytib kelamiz, Black.